Tadbir davomida yoshlar orasida korrupsiyaning oldini olish, halollik va qonunga hurmat ruhida tarbiyalash masalalari muhokamalar markazida bo'ldi. Unda soha mutaxassislari, yoshlar parlamenti a'zolari va agentlik vakillari mavzu yuzasidan ma'lumot berdilar. Mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha davlatimiz rahbari tashabbuslari juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Jumladan joriy yilning 5-mart kuni korrupsiyaga qarshi kurash milliy kengashining yig'ilishida yoshlar bilan, ayniqsa yoshlarning korrupsiyaga qarshi kurashda jonbozlikni ko'rsatish, tashabbusni amalga oshirish maqsadida juda katta harakatga start bergan edilar. Mana bugun Huquqni muhofaza qilish akademiyasi, Yoshlar ishlari agentligi, Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi bilan hamkorlikda korrupsiyaga yo'l yo'q targ'ibot dekadasiga start berilmoqda. Shuningdek, korrupsiyaning jamiyatga zarari va unga qarshi kurash mexanizmlari bo'yicha tavsiyalar berildi. Respublikaning turli hududlaridan kelgan 400 nafar yoshlar korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha maxsus treninglarda ishtirok etib, mutaxassislardan nazariy hamda amaliy yechimlarni olishdi. Respublikamizning barcha hududlarida korrupsiyaga yo'l yo'q targ'ibot dekadasi doirasida uchrashuvlar, amaliy mashg'ulotlar hamda demak simulятsion muloqotlar o'tkaziladi. Targ'ibot tadbirlari natijasida yoshlarimizni Huquqni muhofaza qilish akademiyasining korrupsiyaga qarshi kurash virtual akademiyasi bilan to'laqonli o'qitish, bu demak bepul amalga oshiriladi. Shu bilan birgalikda bu demak virtual akademiyani kengroq ommaga targ'ib qilish maqsadida ham tashkil etilyapti. Tadbir doirasida yoshlar parlamenti va akademiya o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Ushbu memorandum halollik, qonunga itoatkorlik va faollik ruhida yoshlarni qo'llab-quvvatlash hamda korrupsiyaga qarshi kurashda ularning salohiyatini oshirishni maqsad qilgan. Asosiysi bugungi kunda yoshlarimiz orasida korrupsiyaga qarshi kurashda targ'ibot ishlari bilan birgalikda ularni umuman korrupsiyani tushunish, bilishlarini va ularga qarshi kurashda ko'nikmalarni shakllantirishda bugungi kunda asosiy vosita sifatida korrupsiyaga qarshi kurash virtual akademiyasi yutuqlaridan foydalanishi keng targ'ib qilinmoqda. O'tkazilgan seminar nafaqat yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirish, balki korrupsiyaga qarshi kurashda ularning faol ishtirokini ta'minlashga xizmat qildi. Bu kun Munavvar Erkinova, Sardor Yo'ldoshev, Toshkent.